Assalomu alaykum. Bugun juda ko'p odamlar umuman bog'dorchilik vakillari nima qilayotgan aynan xatoga yo'l qo'yadigan bu mavzu haqida gapirmoqchiman. Bu mavzumiz bug analizi to'g'risida. Juda ko'pchilik odamlar, mutaxassislar ham, odamlar ham faqat tuproq analiz qildiradi-da, analizga qarab to'g'ri oziqalarni beradi, lekin u tuproq analizi tuproqda nima borligini ko'rsatadi, lekin o'simlik nima bo'layotganini ko'rsatilgan narsa bu mana shu bug analizi. Bu nima uchun nima qilishimiz kerak? Bug analizini olish uchun bu yerda qilish kerak bo'lgan narsa, eng muhim narsalardan biri pishishiga, demak, oladigan payti bor bug analizini. Bug analizi bizlarga hozir o'simlik nima olayotganligini, qanaqa ozuqalarni yerdan o'zlashtirayotganini ko'rsatadi. Agar bizda yerimiz boy bo'lsa-yu, agar o'simlikda olmayotgan bo'lsa ozuqalarni, demak bu faqat tuproqda emas, tuproqdan olinish kerak bo'lgan mikroelementlar olinmasligi yoki elementlar olinmasligi, bu boshqa sabablarni ham ko'rsatadi. O'sha uchun o'sha narsaga e'tibor berishimiz kerak bizlar. Demak, bularga shu bug analizi olish uchun qiladigan narsalarimiz, bug analizini olishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Bizlar shunaqa novda olamiz. Novda 3 qismida ham emas, ostki qismidan ham emas, ost qismidan olib tashladik. Mana ost qismidan olib tashladi. Mana shu 3 qism emas, u pastdagi novdalardan olmaymiz va shu yerdagi mana 3-4 novdan olamiz. Demak, bug analizini olish qoidasi shunaqaki, birinchi bog'ni chetidan olish mumkin emas, kasal daraxtlardan olish mumkin emas, zaif, kuchsiz o'sayotgan daraxtlardan olish mumkin emas. O'rtacha bir xil o'sadigan daraxtlardan olish kerak. Demak, shunda bitta namunaga kamida 50 ta barg olishimiz kerak. Bu sog'lom barglardan. Agar bu yerda 2 kun 3 kun oldin, 5 kun oldin bironta ozuqa yoki qanaqadir bir dori sepilgan bo'lsa, preparat sepilgan bo'lsa yoki juda chang bo'lsa, distillangan suvga botirib tozalab olishimiz kerak shu barglarni. Demak, xuddi shunaqa olamizda, mana bularni olib, mana shuni olib, barg bandi bilan olamiz. Shu qismidan, 3 ta qismidan olmaymiz mana. Shu yerdagi 4 ta bargni olamiz. Yaxshi o'sgan o'rtadan usib ko'rsatyapmiz mana. 4 ta qism, mana shu 4 ta bargni olamizda, buni qog'oz paketga qo'yib, demak, har xil joydan olamizda, qog'oz paketga qo'yib, buni keyin bemalol nima qilishimiz mumkin, buni to'liq namunaga joylashimiz mumkin. Qog'oz paketga qo'yib, bir kunda yetib borish kerak namunaga. Agar bir kunda, demak, yetib bormasa, bu o'sha ma'lum muammolarga uchrashi mumkin. Shuning uchun bug analizini olishda, agar sizda bugun olib qo'ydingiz, ertaga jo'natishingiz kerak bo'lsa, qog'oz paketga qo'ymaysiz. O'sha muzlatgichda, ya'ni xolodilnikda shuni pastki qismiga, muzlamaydigan joyi bor, o'sha pastki qismiga ozuqa turadigan joyi bor, o'sha yerga qo'yib qo'yasiz. Muzlamaslik kerak bu, lekin faqat salqinda turish kerak. Shu qisqasi, bu suvlar bug'lanib, bu qurib qolmasligi kerak. O'shanga bir kunda yetib borsa, juda ham yaxshi analiz chiqadi. Bu analiz natijalarini bu bargni tahliliga qarab siz ko'rishingiz mumkinki, nima yetishyapti, nima yetishmayapti deb turib. Bularning tahlillari o'zining maxsus jadvallari bor. Bu jadvallarda, o'sha jadvallar to'g'risida to'liq ma'lumotni men Telegram kanalimga to'liq ulashaman. Telegram kanalimda har bitta meva turi bo'yicha barg analiz tahlilining o'sida standartlari qanaqa bo'lishi kerak bor. O'sha standartni siz analiz qilasizda, o'sha standartni olib, o'sha standartga qarab taqqoslab, keyin ozuqa berishingiz mumkin yoki bermasligingiz mumkin. Yana keyin qaytadan analiz qilgandan keyin yana yangi ma'lumotlar berib boraman. Shular to'g'risida, analiz to'g'risida juda katta, yaxshi, to'liq ma'lumot Telegram kanalimda joylab qo'yganman. O'shanga pastda o'sha uzoq qismida Telegram kanalimda o'sha havolasini jo'natib qo'yaman. O'shanga kirib bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu juda ko'p bog'bonlarni qiynayotgan, hozirgi juda ko'p savollarga javob beradi, lekin men aytdiki, buncha tonna o'g'it beradi, men buncha tonna o'g'it berganman, boshqa qilganman, lekin menda deydi hech qanaqa nima yo'q, rezultat yo'q, yaxshi meva katta bo'lmaydi yoki boshqa bo'ladi degan mingta savollar bor. O'sha savollarga javob bo'ladi degan umiddaman. Demak, kanalni kuzatib boring, obuna bo'ling, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, shuni ham aytishim kerak.
juda ko'p insonlar bu kanalda obuna bo'lmasdan juda ko'p inson ko'radi. Qancha obuna bo'lsalaringiz, shuncha ko'proq odamga yetib boradi yoki foydali ma'lumotlarimiz. Bular hammasi iloji boricha tajribalardan olingan. Shu tajribalar bo'yicha gapirgan ma'lumotlar ko'pki insonga yetib boradi. Ya'ni juda ko'p insonlar bog' qilishda bilasizz, qiynalib yuradi, xatolik yo'l qo'yadi, qancha xatolarga tushgan bog'lar bor juda katta. O'sha men 12 yillik tajribam davomida ko'rgan, qilgan xatolarim, boshqa o'sha xatolarga nima yetkazib borgan, shular to'liq bartaraf qilish to'g'risida sizlarga shu kanallarda ma'lumot berib boraman. Obuna bo'lingizlar, like bosingizlar, boshqalarga ham ulashib qo'yingizlar. Agar ulashsalaringiz siz uchun bir ehson sifatida qabul bo'ladi. Bu o'sha videoga bir qo'llab-quvvatlash sifatida ko'ringizlar va boshqa insonlarga ham, do'stlaringizga, bog'bonlarga, umumiy har bir insonga yordam bo'ladi degan umiddaman. Sog' salomat bo'lingizlar.